E'tiborli markazda 4 sotuv 6 xonali high-tech uslubida qurilgan chiroyli bo'lib ham Shayxon Tohur Bo'ston mahalla. Shunda Huvaydoni qo'shnisi O'zbekiston mahallaga ham qondosh bo'lgan mahallada joylashgan chiroyli high-tech hovlimizni ko'rib chiqamiz. Hop, oldindan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, albatta kerakli odamga yetib boradi degan umiddamiz. Hop, kirish qismidan boshlaymiz. Kirganimizda bu yoqda bizda bitta keng darvozaxonani ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonani o'ziga ham ketma-ket qo'yganda mana Gentrand tushini ko'rasizlar. Bemalol 3 ta mashina joylasa bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa, xuddi dachniy stilga o'xshab turib, katta qilib yozgi oshxonalarini maksimal foydalanadigan tayyor qilib qo'ygan ekanlar. Fitishkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Qaranglar qanaqa katta. Bu yoqga bemalol tapchan qo'yganingizda foydalanish imkoni bor. Ozgina narsalarga e'tibor bermaysizlar. Hozir oxirgi yakunlanish jarayonlari olib borilyapti. Bu yoqda bizda uzun qismini ko'rishingiz mumkin. Zeleniy zona qilib qo'yilgan. Ikkita chetga bemalol ko'p farzandli oilalar ham mazza qilib bolalarini yaratib o'ynatsa bo'ladigan holatda bo'lib turibdi. Hop, joyimizni eslatib o'tamiz. Ya'ni Shayxon Tohur Bo'ston mahalla 4 sotuvli 6 xona plus oshxona hol. Bu yoqda alohida 3 ta uruvilli, pastimiz to'liq yer to'la, birinchi va ikkinchi qavat balkonlari bilan xonadonimizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ichki qismini tanishtirib chiqamiz. Mana birinchi qavatimizga ham kirib oldik. Kirganimizda ko'rishingiz mumkin asosiy kirish qismimizda. Kirish qismimizdan bu yoqqa kirganimizda alohida mana o'tirib oyoq kiyim javonlari, qo'shimcha shkaflar qoldirib ketilgan. Bu bo'lsa bizning asosiy hol qismimiz. Bu yoq taraf o'tirishga va bu yoq tarafimizda televizor qo'yish uchun mo'ljal olib ketilgan. Umumiy planirovkani ko'rishingiz mumkin. Birinchi qavatimizda bizda oshxona, mehmonxona va kattalar yotoqxonasi joylab ketilgan. Hop, hamma narsasini maksimalli yaxshi sifatli narsalardan foydalanganlari shuni ko'rinib turibdi. Kelganingizda o'zingiz ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Panoramli romli hovlini obzorlari ham oshxonani o'zida anchagina video olib qo'yadi. Hop, nimaga oshxonani alohida urg'u berib o'tib ketyapman? Ayollarimiz foydalangan paytda ko'chadan kimdir keladigan bo'lsa, oshxonani qulayligi shundoq kim kirib kelayotganini ko'rib tursanglar bo'ladi. Tarketlarni ham ko'ryapsizlar, archa gulli tarketlar qilingan. Bular ham hozirgi kunda trend va arzon bo'lmagan sifatli mahsulotlar. Neoklassik uslubida ta'mirlangan, hozirgi zamonaviy trenddagi ranglardan foydalanib qilingan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Devorlarga ham alohida taroqlar berib, MDF shifon plus bu yoqda kafillarni ham ko'rishingiz mumkin. Hop, oynalarga ham alohida vitrajdan foydalab gulli tushirishgan. Bu yoqda bo'lsa bizning umumiy sanuzelimiz. Birinchi qavatda sanuzelda alohida vannaxona qoldirgan ekanlar. Bu ham ancha qulaylik beradi. Ana nevarali oilalar bo'lsa, ular uchun juda foydali. Vannaga solib cho'miltirish. Hop, bu bo'lsa kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasida mana orqa tomonga skvoznak shamollatishga oyna ochib ketilgan. Qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Mana devorimizni yotoqxonada bo'yagan, qolgan joylarda rangda qilingan. Mana orqasidagi kravat orqasiga kombinatsiyani qaranglar, qanaqa chiroyli qilib terdirib qo'yganlar. Barchasi menimcha dizayn asosida avtorskiy proyektga o'xshab turibdi. Shunchaki o'ylab ketilmagan. Alohida radiatorlarga ham e'tibor bersanglar bo'ladi. Nastenniy qilib chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Hop, tepaga chiqishdan oldin bitta podval qismini ko'rsataman, chunki uyimizni asosiy yuragi podvalda. Mana pastga tushganimizda ko'rishingiz mumkin, bitta yaxlit joy qoldirilgan. Undan tashqari mana bu yoqda bitta yoniga zaxxona ham qoldirib ketgan ekanlar. Zilantagidan ham unumli foydalanib olsanglar bo'ladigan holatlarni uzoqdan ko'rsataman. Tushganimizda mana shunday keng xona, bolalar maydonchasi yoki domashniy kinoteatr qilib ham ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yoq tarafda bizning asosiy qozonxonamiz bilan mana bu alohida bitta xona qoldirib ketilgan. Xohlasanglar zaxxona, xohlasanglar namozxona, kutubxonani o'zingizga qo'yaylik. Foydalansanglar bo'ladi.
Mana bu bizning katenniy qismimiz. Katenniy qismida ham mana ko'ryapsizlar, hamma narsasini joy-joyida qilib, maksimalniy qilingan, plus yamalargacha qoldirib ketishgan. Hop, tepaga ko'tarilamiz, xudo xolisa. Ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, ikkinchi qavatda ham katta master bedroom deydi. Shunaqa narsalardan foydalanib ketishgan ekan. Hop, uyni yaxshilab, ani qurilish tushunadigan odam yoki sifatni qadrlaydigan odamlar bo'lsa, kelib ko'rsanglar, qo'l uchida qilinmagan. Ya'ni sotdim, ketdim degan narsani ko'rmayapman. Maksimalniy yaxshi qilib kelganga o'xshatdim, xudo xolisa. O'zi videoda ham hamnaqa sifat farqi bo'ladiganda, mana ko'rsanglar bo'ladi. Qalin tarkiblar bilan qilinganlar. Hop, ikkinchi qavatga ko'tarildik. Mana bizning qo'yamiz. Bu tarafimizda yotoqxona. Bu tarafimizda yana bitta xona, umumiy sanuzel. Hop, mana bu alohida to'xtaladigan ikkita xonamiz, master bedroomli. Hozir ko'rsatamiz. Kirganda mana chap qo'ldan boshlaymiz. Mana xonani ko'rishingiz mumkin. Trek lampalar ham bilasizlar, arzon turmaydi. Ko'p joyda foydalanilgan. Ikkinchi qavatdan mana patolog ko'rishingiz mumkin. Hovlimi. Hovli ham uzun. Mazza qilib mana bolalar bo'ladigan bo'lsa, o'ynashlik joy ekan. Bu eng qizig'i O'zbekiston mahalladada, O'zbekistondan Bo'ston mahallada bemalol mana ko'rgan odam kirganda bu tog'dagi dachaga borganda o'zini his qiladigan qilib atmosfera qilib qo'yishgan ekan. Fasad qismini ham ko'rdinglar. Qayta qilib qilingan. Bu menimcha podofis qilib ishlatishga qulay xona ekan. Kichkinagina qulay. Ikkinchi qavatdagi umumiy sanuzelimizni ko'ramiz. Mana kirganimizda aksessuarlarga e'tibor bersanglar bo'ladi. Plus mana dush kabinalari. Chiroyli qilib mana. Mana bu narsa ham bilasizlar, qimmat pribor hisoblanadi. Alohida devor o'zidan chiqib turadigan skriti. Hamma narsani xudo xolisi yaxshi narsadan foydalanganlari ko'rinib turibdi. Hop, alohida to'xtalamiz degan joyim mana bu. Mana planirovkaga e'tibor bersanglar bo'ladi. Nima pol qismidan ko'rsatyapman? Sababi joyi tuzilishi ma'lum bo'ladi. Mana kirganimizda garderob. Ko'rdinglar? Mana devorlarni qaranglar, hozirgi trenddagi yog'och bilan qora akril kombinirованный qilib qilingan. Hovlilari jaluzi qo'yib yuborilgan, tomosha bo'lmaydi. Mana anaqaga ham to'pli bo'li kollektorlarning alohida chiroyli qilib yopib ketilgan. Bu bo'lsa yana bitta master bedroom, buni o'zini alohida mana garderobi plus sanuzellarni ko'rishingiz mumkin. Uzoqdan bitta kirish qismini ko'rsatib beraman. Juda qulay narsa hisoblanadi. Mana bu yoqda bizning sanuzellarimiz alohida o'zini dushlari bilan